Biz Koreya ham emas, biz Yaponiya, biz Xitoy ham emasmiz. To есть, ya'niki yapon, koreyslarga shunaqa intizom talab qilinmasa, balki o'zidan ketib qolar balki, yoki ular shunga ko'nikkandir. Har bir xalq jamiyatda o'ziga xos xarakteri bor, tarixi bor, geni bor, kelib chiqishi bor. Shuning uchun u Xitoyda ish bergan tajriba bizda ish bermasligi mumkin. Shu narsa hisobga olish kerak. Ya'ni biz xitoylashtirish, finlashtirishdan ham, koreyslashtirish, singapurlashtirishdan ham odamlarni cheklanishimiz kerak. U noto'g'ri. Hamma individual o'sha inson. Eng muhimi u qancha medal olib keladimi, yo'qmi, undan emas. Bu inson hayotda o'rin topa oladimi, yo'qmi? Mana prioritet maqsad bo'lishi kerak. Marhamat, medal ham olsin, boshqa ham qilsin, lekin shu medal olayotganligi uchun biz ham shu yo'lda medal olishimiz kerak deb faqat hamma kuchni u yoqqa tashlab, ertaga medal olsa yo'q, lekin Hayotda o'rin topa olamiz. hayotda o'rin topan bir tiyinga qimmat. Unisi turtsa turtlab o'tadigan, bunisi turtlasa yig'lab yuboradigan bitta odam bo'lib yetsa, uni nima keragi bor?